Assalomu alaykum. Umra safariga bormoqchi bo'layotganlar, iyul, avgust oylarida umra narxlari nech pul bo'lyapti? Qanaqangi sharoitlar ziyoratchilarimizga tayyorlangan? Shular to'g'risida to'liq ma'lumotni bugungi videomizda Abdug'affor akam bilan birgalikda berib o'tamiz. Eng asosiysi rasmiy litsenziyaga ega Hikmat Travel orqali xavfsiz va mukammal umra qilasizlar, xudo xolasa. Assalomu alaykum Abdug'affor aka. Va alaykum assalom. Abdug'affor aka, xudo xolasa ziyoratchilarimizga Madina Munavvara va Makka Mukarramada qanaqangi sharoitlar tayyorlangan, shular bo'yicha bir ma'lumot berib o'tsangiz aka. Xo'p bo'ladi. Asosiysi gastinisadan boshlaymiz. Madina Munavvarada Divan al-Hijra gastinisamiz nomi 200 metr. Xo'p, Makka Mukarramada Sama al-Misk uzoqligi 800 metr. Xo'p, Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Undan tashqari Madinada 5 dan ortiq, Makkada 10 dan ortiq ziyoratlarimiz va Qizil dengiz sayohati ham buni ichiga kiradi. Xo'p, endi xudo xolasa 50 boshi masalalari qanaqa bo'ladi aka? 50 boshimiz xudo xolasa aeroportdan billa borib, billa kelishadi inshaalloh. Xudo xolasa, bundan tashqari aeroportda nimalar taqdim etiladi? Xo'p, aeroportda firma tomonidan beriladigan o'sha kamzil, bejik va so'mka beriladi. Va vizalarni ham qo'llarga chiqarib beramiz xudo xolasa. Qaytib kelishayotganda-chi aka? Qaytib kelishayotganda 5 litr zamzam suv ham bonus sifatida beriladi xudo xolasa. Xudo xolasa, taomlarimiz o'zimizning milliy taomlar bo'ladi. O'zbek milliy taomlari bo'ladi xudo xolasa. Xudo xolasa. Xo'p, endi Abdug'affor aka, obunachilar ko'p vaqtini olmaylikda, qaysi sanalarga, qaysi viloyatlardan reyslarimiz mavjud? Xo'p bo'ladi. Toshkent Jidda bo'ladi primoy reysimiz. 22 iyun, 26 va 29 va 30 iyunning kunlari bor. Reyslarimiz. Primoy reys Toshkent Jidda bo'ladi. Xo'p, Farg'onada u ham Farg'ona Jidda bo'ladi. 23 iyun, 26 iyun va 29 iyun kunlari bor. Undan tashqari iyul keyingi oyga boraman yoki avgust oyida boraman deydiganlar uchun ham bemalol joylarni bron qilsa bo'laveradi. Xo'p, endi aka narxlar bo'yicha ma'lumot bersiz aka. Narxlari hammasini chegirmali narxda $1035 dan qilib beramiz. $1035. Xo'p, endi mana iyul, avgust oylarining ham narxi shu narxmi? Ha. Xo'p, endi mabodo narxlar oshib qolsa yokida boshqa bo'lsa, hozirdan joylarni bron qilib qo'yishsa, yana qo'shimcha to'lov qilishadimi? Yo'q, $1035 dan kelishgan bo'lsa, xudo xolasa, iyulda borishadimi, avgustda borishadimi, zakolatlarni berib joylarni bron qildirib qo'yishgan bo'lsa, narxlar hech qanaqasiga o'zgarmaydi, xudo xolasa, o'sha narxda borishadi. Xudo xolasa. Xo'p, endi aka umra safariga bormoqchi bo'layotganlar sizga aloqaga chiqsa, onlayn joy bron qilish tartibi yokida ofislarimizga tashrifi masalasida ham bir ma'lumot bersangiz. Xo'p, ofisga kelib, ofisda to'lov qilamiz, joyimizni ofisda bron qilamiz deydiganlarga 3 ta viloyatda ofisimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor va Farg'onada bor ofislarimiz. Yokida o'sha onlayn bizga uzoqlik qiladi ofislar, biz ham onlayn joyimizni bron qilsak bo'laveradi deydiganlarga shu nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqsa, joylarni bron qilsa bo'laveradi. Xudo xolasa, Telegram orqali pasportlar tashab, joylaringni bron qilsalaring bo'ladi. Xo'p, endi Abdug'affor aka 5 kishi, 10 kishi ko'pchilik bo'lib umra safariga bormoqchi bo'layotganlar bo'ladi. Aynan shunaqangi oilalar uchun chegirmalarimiz bo'ladimi? Qilib beramiz. Jindekkina chegirma qilib beramiz ko'pchilik bo'lib boradiganlarga, xudo xolasa. Xudo xolasa, chet eldan, musofirdan bizni kuzatib borayotganlar bo'ladigan bo'lsa, Abdug'affor aka ota-onalarni borib tabriklab berish kerak bo'lsa qanaqa bo'ladi aka? Qaysi viloyatlargacha bora olamiz? Xo'p, hozir biz Farg'ona, Andijon, Namangangacha borib, o'zimiz borib tabriklab, o'sha nimalarimizni, biletlarini, yo'llanmalarni berib kelishimiz mumkin. Xudo xolasa bemalol zakaz qilaveringlar. Xudo xolasa videomizga bitta like bosib, umra safariga bormoqchi bo'layotganlarga ushbu videoni yuborib qo'yinglar. Hamda kommentariyaga yaxshi tilaklarni yozib qoldirib, bizga obuna bo'linglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizga Abdug'affor aka. Sog' bo'linglar, rahmat.